Dilnozaxon. Dilnoza, bugun mehmon chaqirib qo'yganmiz axir. Tursiz-chi? Qilamiz-da. Birpasda bo'ladigan ish-ku. Hammasiga birpasda ulgura olmaymiz. Aql o'rgatmasdan o'zing qil. Bor yo'qol. Amma, sizda oyim masxara qildilar. Nimaga masxara qiladi? Voy Dilnozaxon, shu odamni orqasidan masxara qildigingiz qolmadi. Onam rahmatli, mana shu qilliqlaringizdan kuyib ado bo'lib o'tib ketdi bechora. Voy, opajon, nima deyapsiz? Voy, siz oppoqqonasiz, siz yaxshisiz. Qo'ying-ye, sizga gapirishdan foyda yo'q. Voy, Suv olib boraymi, opajon? Mayli, olib keling. battar bo'l, qirili bo'l. Folbinga o'qitgan narsalarim qayerda edi? Sen ham tezroq onangni oldiga ravona qilasan, bo'lmaydi shekilli. Chechonga tegding. Mana opajon. Ajab, o'zing battar bo'l. O'shaning uchun asabimda o'ynamaslik kerak edi. Dilnozaxon, Labbek, yana soat kelasizmi? Qizingiz ichib qo'ydi buni.